Assalomu alaykum aziz tinglovchilarimiz. Bugungi mavzuyimiz stressga bag'ishlangan. Juda ko'p hozir odamlarda kuzatiladigan kasalliklar, noxush holatlarning sababi bu surunkali uzoq davom etadigan stress hisoblanadi. Stressni ketkazish mumkin emas. Stress hozir juda ham ko'p. Lekin biz o'zimiz stressni nazoratga olishimiz mumkin. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun biz magniyga boy mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Lekin atrofimizdagi taomnomamizdagi magniyga boy bo'lgan mahsulotlarimiz yetarli darajada emas. Chunki stress juda ham kuchli. Magniy qo'shimchalarini iste'mol qilib biz stressni nazoratga olishimiz mumkin. Magnitning glitsinatli formasi. Bu forma uyqumizni me'yoriga, joyiga keltirishga yordam beradi. Stress holati, xotirjamlik yo'qligi, uyquning yo'qligi, xavotir, qo'rquv, tundagi uxlamayotganingizdagi kallangizda aylanayotgan har xil noxush fikrlar va ba'zida ham bu panika yoki qattiq kuchli hayajon va qo'rquv, hatto nafas qisish holatiga ham olib kelishi mumkin. Magniy glitsinat sizga yordam beradi. Qaysi holatlarda buni qo'llash kerak va qanday? Magniy glitsinat uyqudan yarim soat, 1 soat oldin qabul qilasiz. Buning dozasi 300 dan 600 milligrammgacha individual holatda belgilanadi. Ikkinchi magniyimiz bu Neyromak deyiladi yoki magniy trionat formasi. Bu formaning afzalli taraflari u miyaga darrov gematoensefalik baryerni o'tib, darrov miyamizga yaxshi ta'sir qiladi. Bu qanday holatda qo'llaniladi? Studentlar imtihon topshirganda biologik faol qo'shimchadan foydalansa, juda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishi mumkin. Keyingi magniy formamiz bu magniy taurat. Bu yerda yana qo'shimcha B6 vitamini bor. Magniy taurat sizning yurak, qon tomir tizim sistemangizni juda ham sog'lomlashtirib beradi. Taurin aminokislotasi qon bosimini tushirish xususiyatiga ega va B6 vitamini esa hattoki qoningizdagi gemoglobin miqdorini ko'paytirib, anemiya holatlarini ham oldini oladi va u yegan taomnomangizdagi barcha mahsulotlarni parchalab, singdirib, sizni quvvatga to'ldirishga ega. B6 vitaminimiz ham juda ham zarur bo'ladi stress holatida qo'llashga. Chunki bu har bir modda almashuv jarayonini nazoratiga oladi. Yana bitta magniyimiz bu magniy sitrat holati. Magniy sitrat biologik faol qo'shimchamiz qabziyatni ich qotishini oldini olish xususiyatiga ega. Ichaklarimizni sog'lomlashtiradi va oshqozonimizdagi ovqatimizni hazm bo'lishini yaxshilaydi. Yana bitta antistress biologik faol qo'shimchamizning nomi bu ashvaganda. Ayurveda uzoq hindlarning uzoq ming yillab orqalab bizga yetib kelgan stressni tushiradigan, uyqumizni yaxshilaydigan, qon bosimimizni tushiradigan va hatto juda ham kuchli asabiy odamni ham yumshoq, muloyim qilib qoladigan qo'shimcha hisoblanadi. Stressni tushirishni yana juda ko'p ko'rinishlari bor. Eng asosiysi stressni jismoniy faollik bilan, yurish bilan, yugurish bilan, ko'proq harakat qilish bilan tushirish mumkin. Agar sizda juda ham kuchli stress kuzatilsa va buni bartaraf qilishni yoki kamaytirishni xohlasangiz, bizga obuna bo'ling. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda qanday qilib sizda stress holatini aniqlash mumkin va uni qanday pasaytirib yoki bartaraf qilish mumkin haqida sizga ma'lumotlar berib boramiz.